degan gapim bor. Qarz oldingmi kimdandir? Yo'q. Men sizni bugun tushundim. Hechlikni qo'rqitma, gapir. Nima gapir? Men sizni kechirdim, ona. Nima? Kecha Balkim kechirim so'ramoqdirsan. Yo'q, to'g'ri eshitdingiz. Men sizni kechirdim. Ya sen meni kechirding? Kecha psixologga bordim. Bolalikdagi travmalar bo'yicha ishladik. Ha. Endi bolalikda bizga vaqt ajrata olmagansiz. Urushardingiz, hatto urgan paytlaringiz ham bo'lganda. Shularning hammasi uchun kechirdim sizni, ona. Ya Voy qaranglar, yangilikni qaranglar. Bolam meni kechiribdi, qarang. Men bu uchun kechalari bedor bo'lib chiqqanman. Seni deb onamni ko'rmagan kunlarim bo'lgan. Seni deb och qolgan kunlarim bo'lgan. Endi siz meni kechirasizmi shu kunlar uchun? Siz psixologga qaydan pul topdingiz? Aylanay. Agar bormoqchi bo'lsangiz, siz ham olib boraman. Rahmat sizga. O'zingni olib bor psixologga. O'sha psixologingni meni oldimga olibki. Bolaligidagi travmalar deb bu bolalarning miyasini aynitvermanglar. Go'r soxtalar. Bartashing tersadan psixolog bo'lmayman, psixolog bu. Bolalikda baqa kelsanga bolalikda travmani mana endi men davom ettiraman. Bolalikda travma oldingizmi siz hali nomard?